Musofirda yurgan yigitlarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Oila a'zolari oldiga eson-omon kelishlarini tilab qolamiz. Shu bilan bugungi bizning obyektimiz Delizimda Atabek do'stimizning xonadoni bo'ladi. Joyning tom qismida fenomenal tashrif buyurdik. Bitirdik, xudo qalasa mana birgina bitiramiz deb o'yladik. Uqonda ekan. Shu tarafdan yakun bo'ldi. Tom qismini shunday deb, mana panellar bilan bostirgan, aslida setki qo'yib bostirgan. Bu panellar o'ta mustahkam bo'lgandan, lekin mana setkini rekasiz o'ta tavsiya etsak bo'lmaydi ekan yurtdoshlar. To'lqin tashab chetlari yaqin qarab ketaverar ekan, shu sababdan mana chetini mana ne deb reka qatirib chiqdik qaytadan. Bo'lmasa tashlab ketar ekan, bu bo'ladi ekanda setki pardeval yurayotgan vaqtda ostini tiqib yuborsa bo'ladi ekan. Bo'lmasa tavsiya qilmaymiz yurtdoshlar. Shu ota-bobomizdan keltirgan reka bilan panelni yaysa bo'ladi ekan. Bo'lmasa shu salki tashlab ketaveradi ekan bu. Chetiga yotib ketaveradi. Tam mustahkam bo'lmay qoladi. Shunday bitirdik mana. Bunga shunday ishlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Fenomenalik, fenoblok, shlakablok. Xo'sh, shunday qilib hurmatli mana yurtdoshlar, obyektimizning bitish jarayoni tom qismi. Do'stimiz shu xonalarni отдельный qilibda bir mustahkam bo'lsin, bezopasniy bo'lsin deb. Shu mana negativchilarimizdan bir yaxshi, bir yog'idan hozircha bizlarda negativchi fikrlar bo'lmadi. Shunga Xudoga shukr. Mana shu tomning shu kimdir birlar og'ash chirtadi deyotir, kimdir boshqa deyotir. Shuga qarab bizlar ham bir asta-sekin tom qismini har qanaqa mana deb отдельный bo'lsin deb shunaqa bir dimoxodlarni yuzlik turbadan o'rnatib ketdik. Tom qismini bir shavonlatib, havo qilib, havo aylantirib turadigan qilib shunday deb bir yuzlik turbadan o'rnatib har qanaqa bir 2 tanadan tashlab ketdik. Kerak bo'lsa ochib qo'yadi, bo'lmasa yovib barcha etib qo'yaveradi. Hech kimga zarari bo'lmaydi. Mana shunday dimoxodlarni mustahkam qilib o'rnatib ketdik. Ya'ni birdan aqlli fikr chiqadi. Shularning ko'pning maslahati bilan o'ylashib bizlar ham ish tutamiz. Bilganimiz uchun. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, qaytaverasizlar. Tinchlik TV'ga obuna bo'lib qo'yamiz, hurmatli yurtdoshlar. Tinchlik TV sizning doimo xizmatingizda. Shunday qilib bugungi ish jarayonimiz shu bilan tugadi. Navajlarimizni solib, instrumentlarni keyingi obyektga qarab yo'l olmoqdamiz. Shu bilan xayr yurtdoshlar.